هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Taha tefsiri 45. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Taha suresi 45. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula Rabbimiz biz hakikaten onun bizni aldırıp cezalışıdan yoki texmi haddidan eshitishdan qo'rqimiz deyishdi. Allah aytdi: sizlar qo'rqmanglar, men haqiqatan sizlar bilan billa uning sizlarga bergan javobini anglab turman, uning sizlarga qiladiganlarini ko'rib turman. Sizlar Fir'avnning yeniga berib, biz ikkimiz Rabbingning elchisi bo'lamiz, İsrail avlodini qo'yib etgan, biz bilan kessin, ularni qiynamag'in. Sana biz haqiqatan Rabbingning mo'jizasini ilib keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan omon qoldi. Bizga shak shubhisiz vahiy qilindiki, Allohning payg'ambarlarini inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi denglar. Musa aleyhisselamның Fir'avndan qo'rqqanligi ve Allah Teala'nın onu xotirjam qilganligi. Allah Teala bu ayette Musa ve Harun aleyhisselamlarning Allah Teala'dan özlerini saqlashini talab qilib ve onunğa shikoyat qilib mundaq deganligini xabar berdi. Rabbimiz biz haqiqatan onun bizni aldırıp jazolashidan yoki texmi haddidan eshitishdan qo'rqamiz. Allah aytdi: sizlar qo'rqmanglar, men haqiqatan sizlar bilan billa uning sizlarga bergan javobini anglab turman, uning sizlarga qiladiganlarini ko'rib turman. Zahak bu oyatning ma'nosi haqida İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni menga sizlarning ishlaringlardan kichikkinami bir narsa yoshirin bo'lmaydi. Sizlar onun tizginining mening qo'limda ekanligini unutib qolmanglar. U mening ruxsatimsiz va buyruqimsiz so'z qila olmaydi, nafas ola olmaydi va qiynash uchun sizlarni tuta olmaydi. Mening yordamim sizlar bilan birgadir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Musa alayhissalomning Fir'avnga qilgan nasihati. Sana biz hakikaten Rabbingning mo'jizasini ilib keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan omon qoldi. Ya'ni agar sen to'g'ri yo'lga ergashsang, omon bo'lasan. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalomning Rumning kattisi Herakilga avatgan xatida mundaq yozilgan: Nihayeti şefkatlik ve nihayeti mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu xat Allah Teala'nın peygamberi Muhammed'in Rum'nın kattisi Herakil'gidir. Toğri yolga ergeşken kişi aman buludu. Maksat şu ki men hakikaten seni İslam'a çağırman. Müslüman bulgan aman bulusan. Allah Teala sana ecrini koş berdi. Şunu bu yerde Musa ve Harun aleyhisselamla Fir'avnga mundaq dedi: biz ikkimiz Rabbingning elchisi bo'lamiz. İsrail avlodini qo'yib etgan, biz bilan kessin,
ularni qiynamagin. Sana biz haqiqatan Rabbingning mo'jizasini elib keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan aman qoladi. Bizga shak shubhisiz vahiy qilindiki, Allohning payg'ambarlarini inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: kimiki kufrda, gunohda chekidan oshadigan, dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'radigan, uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. Sizlarni lavuldab turgan o'tdan ogohlantirdim. Uningga faqat haqni inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odamlar kirdi. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. Ular Fir'avnga kelib, Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan narsalarni yetkazgandan keyin Fir'avn: "Ey Musa, sizlarning Rabbinglar kim?" dedi. Musa aytdi: "Rabbimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi." Fir'avn aytdi: "O'tib ketgan ummatlarning holi qandoq? Ya'ni qandoq bo'lgan?" Musa aytdi: "Ular to'g'risidagi ma'lumot Rabbimning dargohida, Lavhul Mahfuzda xotirlanlikdir. Rabbim ham xatolashmaydi, ham unutmaydi." Musa alayhissalom bilan Fir'avnning qilishgan munozirasi. Alloh taolo Fir'avnning hamma narsaning ilohi, Rabbi va egisi bo'lgan Alloh taoloning borligini inkor qilib, Musa alayhissalomga degan so'zlaridan xabar berib mundaq dedi: "Ular Fir'avnga kelib, Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan narsalarni yetkazgandan keyin Fir'avn: Ey Musa, sizlarning Rabbinglar kim?" dedi. Ya'ni Fir'avn mundaq dedi: "Sizlarni menga elchi qilib avatgan Rabbinglar kim? Haqiqatan men uni tonimaydi ekanman va sizlarning mendan boshqa ilahinglarning borligini bilmaydi ekanman." Musa aytdi: "Rabbimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi." Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni hamma narsaga uning juftini yaratdi. Zahak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yana mundaq deganligini rivoyat qildi. İnsonni inson, eshakni eshak va qo'yni qo'y qildi. Lays ibn Abu Sulaym Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hamma narsani uningga munosib keladigan suratga kirgizdi. Ibn Abu Najihmu Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hamma jonivorni o'ziga munosib keladigan shaklda yaratdi. Said ibn Jubayr mundaq dedi: "Hamma mahluqotlarga uningga munosib keladigan tan qurilish berdi. İnsonga uloqlarga itning va itqa qo'yning tan qurilish shaklini bermadi. Hamma mahluqotlarga o'zlariga loyiq nesilleniş yo'llarini berdi va narsalarni shuningga munosib keladigan qilib o'rinlashtirdi. Mahluqotlarning yaratilish, rizq tepib yeyish va nesillenish ishlari bir-biriga o'xshamaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Mahluqotga foydali ishlarni taqdir qildi. Ularga foydalanish yo'llarini ko'rsatdi."
ya'ni u barliq mahluqotlarning nima ish qilishini, ularning ajallarini va rizqlarini taqdir qilib putyapti. Barliq mahluqotlar shu bo'yicha mangadi. Birisimi uningdan chiqib ketishga qodir bo'la olmaydi. La havla va la quvvata illa billah. Fir'aun aytdi: "O'tib ketgan ummatlarning holi qandoq? Ya'ni qandoq bo'lgan? Ya'ni Musa alayhisalom o'zini o'tgan zotning ya'ni Musa alayhisalom o'zini avatgan zotning hamma narsani yaratgan, ularga rizq bergan va hamma narsani taqdir qilib yozgan Rabbi ekanligini Fir'aunga xabar berganda, Fir'aun Alloh taologa ibodat qilmay o'tib ketgan ummatlarning holining qandoq bo'ladiganligi bilan Musa alayhisalomga fakt keltirishga boshladi. Ya'ni ish sen degandek bo'ladigan bo'lsa, sening Rabbinga ibodat qilmay, balki boshqasiga ibodat qilib o'lib ketgan kishilarning ahvoli qandoq bo'ladi? Musa alayhisalom Fir'avnning bu savoliga javob berib mundaq dedi: "Ular to'g'risidagi ma'lumot Rabbimning dargohida Lavhul Mahfuzda xotirlikdir. Rabbim ham xatolashmaydi, ham unutmaydi." U ziminni sizlarga bisat qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ichib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uning bilan nurg'un o'simliklarni o'stirib berdi. Ulardan yanglar va mol chorvalaringlarni bexinglar. Uningda aql egillari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Sizlarni zimindan xalq etdik. O'lganinglardan keyin sizlarni yana ziminga qaytaramiz. To'piga aylanasizlar. Sizlarni hisob elish uchun yana bir qitim zimindan chiqaramiz. Shak shubhisizki, uningga bizning hamma mo'jizalarimizni ko'rsatdik. U inkor qildi va iymon etishdan bosh tortdi. Musa alayhisalomning Fir'avnga bergan javobining davomi. Fir'avn Musa alayhisalomdan yuqoridagi savolni so'ragan vaqtida Musa alayhisalom uningga o'zining Rabbini sifatlab berib mundaq dedi: "Rabbimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi." U ziminni sizlarga bisat qilib berdi. Ya'ni sizlar uning ustida tavrinib ketmay tursizlar. Uxlaysizlar va safar qilsizlar. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ichib berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ularni safarda ko'zlagan maqsadlariga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Bulutdan yağmur yağdırıp berdi. Onun bilen nurgun ösümliklerini östürüp berdi. Ulardan yanla ve mal çarvanlarını beqinla. Onun da akıl egilleri üçün Allah'ın barlığı ve birlikini gösterdiğin nurgun deliller var. Sileni ziminden halkattık. Ölgününlardan keyin sileni yani ziminga qaytırımız. Topuğa aylını sile. Sileni hesap eliş üçün yeni bir qitim ziminden çıkarımız. Yani silenin başlanışınla zimindir. Silenin dadanla Adem aleyhisselam topudan yaratılgan. Sile ölgen vakitte sileni topuğa qayta kirgizimiz ve hesap eliş üçün onundan qayta bir qitim çıkarımız. Subhanallah, la ilahe illallah. Allah Teala bu vakti mundaq dedi: şu günde Allah sileni çakırdı. Sile onunla hem de etip icabet kılısılar ve dünyada fakat azgını tuğandek oylaysılar. Eytti:
yer yüzüde yaşaysizlar, yer yüzüde ölüsizlar. Kıyamet günü yana yer astidan chiqarilsizlar. Allah Taala Fir'avnga bütün paketlarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, uning iymon keltirmaganlik. Shek shubhisizki, uningga bizning hamma mo'jizalarimizni ko'rsatdik. Shek shubhisizki, uningga bizning hamma mo'jizalarimizni ko'rsatdik. U inkar qildi ve iman etishdan bosh tortdi. Allah Taala kafirlarning o'zining mo'jizalarini inkar qildiganligi to'g'risida mundaq dedi. Ular bu oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragan. Fir'avn aytdi: "Ey Musa, sehring bilan bizni ziminimiz Misrdan chiqarib o'tish uchun keldingmi? Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'zaro yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmi, bizmi uningga xiloflik qilmaydi." Musa aytdi: "Sizlarga va'da qilingan chaq bayram kuni bo'lib, kishilar chashka vaqtida yig'ilsin." Fir'avnning Musa alayhissalomning keltirgan mo'jizalarini sehr davilishi va uningga qarshilik qilishni planlashi. Allah Taala Musa alayhissalomning Fir'avnning oldida hasini tashlab, uni nihoyat cho'ng bir yilonga aylantirish va qo'lini qo'ltiqiga tiqib, uni oppoq nurli holda chiqarishdan iborat ikki cho'ng mo'jizasini ko'rsatgan vaqtida Fir'avnning Musa alayhissalomga bu sening bizni sehrlab, kishilarni o'zanga ergashtirib, soningni avutib, ular bilan bizdan g'olib kelish uchun keltirgan sehringdir. Bu ish sen o'ylagandek bo'lmaydi. Bizningmi seningdikidek sehrimiz bor. Sen sehringga bek ishinib ketma deganligidan xabar berib mundaq dedi: "Sen bizga o'zaro yig'iladigan muayyan joyni belgilab bergin. Senmi, bizmi uningga xiloflik qilmayli." Musa aytdi: "Sizlarga va'da qilingan chaq bayram kuni bo'lib, kishilar chashka vaqtida yig'ilsin. Ya'ni u kun hamma kishi ishlaridan bekor bo'ladigan kundir." Musa alayhissalomning u kunni tanlashi Alloh taolaning xolig'ini qila oladiganligini, payg'ambarlarning mo'jizalarini va Fir'avnning sehrgarlarining Musa alayhissalomga bildirgan qarshiligining xato ekanligini hamma kishiga ko'z tutish uchundir. Kishilar chashka vaqtida yig'ilsin. Uning chashka vaqtini tanlashi kishilarning bo'layotgan ishni nihoyat aniq ko'rish uchundir. Payg'ambarlarning hamma ishlari davomli shuningdek oshkor bo'ladi. Shunga u kishilarni kechasi yig'ilsin demay, kunduzi chashka vaqtida yig'ilsin dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq dedi: "Ularning yig'ilishiga va'da qilishgan kuni Muharram oyining 10-kunidir. Suddi Qatada va Ibn Zayd qatorliqlar mundaq dedi: "Ular va'da qilishgan kun ularning bayram kuni edi." Said ibn Jubayr mundaq dedi: "O kun ularning bozor kunidir." Bu so'zlarning oraliqida hech qanday zidlik yo'q. Hadisda mush kunning o'zida Alloh taolo Fir'avn va uning askarlarini Nil daryosida halok qilganligi bayon qilindi. Fir'avn qaytib ketib, hilim mikrini, ya'ni sehrgarlarini to'pladi. Ondan u sehrgarlarni va sehrida ishlanadigan narsalarni elib va'dalashgan vaqti keldi. Musa ularga aytdi:
Sizlarga voy. Allohga yolg'onni chaplamanglar. Ya'ni sehringlar orqali mo'jizalarimga taqobil turishni da'vo qilmanglar. Allah sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'hton chaplagan odam mag'lub bo'ladi. Ular o'z ishi, ya'ni Musa va Harunning ishi ustida da'talash qilishdi. Qilgan da'talashni yo'shirishdi. Ular aytdi: "Bu ikkisi rostli sehrgar bo'lib, sehr bilan sizlarni zamininglardan chiqarib etmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ladi. Heylanglarning hammasini jamlanglar. Ya'ni bütün çağır tedbirleringlarni bir nuqtaga yig'ib, bir yoqidan bosh chiqaringlar. Ondan qarag'uvchilarga hayvatlik ko'rinish uchun maydonga saf tortib kelinglar. Bugun ustunlik qozongan odam rostini maqsadga erishadi." İki tarafning yig'ilishi Musa alayhisalomning da'vati va sehrgarlarning ahvoli. Allah Teala bu oyatda Firavunning Musa alayhisalom bilan muayyan vaqt va muayyan bir o'rinda ko'rishishga va'dalashgandan keyin o'z davlatining har qaysi shaharlaridan shu zamonda sehrgarlikni biladi deb qaralgan kishilarning hammasini yig'ishga boshlaganligidan xabar berdi. U zamonda sehrgarlar nihoyat ko'p edi. Firavun: "Mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar" dedi. Kishilar shu kunda yig'ildi. Firavun taxtga chiqib o'ltirdi. Davlat kotiboshlari uning qishida, xalq uning o'ng so'l tarafida tizilishib turishdi. Musa alayhisalom bir tuqqani Harun alayhisalom bilan hasiga tayinib keldi. Sehrgarlarning hammasi Firavunning oldida qator saf bo'lib tizilib turdi. U kuni Firavun ularni o'zlarining hunarlarini toza ko'rsatishga qiziqtirdi. Ular agar u kuni g'alaba qilsa, Firavunning o'zlarini mukofotlashini talab qildi. Firavun ularning talabini o'rinlaydiganligiga va'da berdi. Alloh Taala bu ishni hikoya qilib mundoq dedi: Sehrgarlar Firavunning qishig'i yetib kelganda, ular Firavunga: "Agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi" dedi. Firavun: "Ha, u chaqda sizlarga mukofot berildi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolasizlar" dedi. Musa ularga aytdi: "Sizlarga voy, Allohga yolg'onni chaplamanglar. Ya'ni sehringlar orqali mo'jizalarimga taqobil turishni da'vo qilmanglar. Allah sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'hton chaplagan odam mag'lub bo'ladi." Ular o'z ishi, ya'ni Musa va Harunning ishi ustida da'talash qilishdi. Ya'ni ularning ichida bu sehrgarlarning so'zi emas, sheksiz u payg'ambarlarning so'zi deganlarmi? Bu payg'ambarlarning so'zi emas, balki sehrgarlarning so'zi deganlarmi bo'ldi. Qilgan da'talashni yo'shirishdi, ya'ni o'zaro pichirlashdi. Ular aytdi: "Bu ikkisi rostli sehrgar bo'lib, sehr bilan sizlarni zamininglardan chiqarib o'tmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ladi." Ya'ni ular mushu sehrning sababi bilan huquqqa va mol dunyoga erishmoqchi, sizlardan huquqni tortib olmoqchi deydi. Abdurrahman ibn Zayd bu oyatning ma'nosi haqida: "Ular sizlar ishlatgan yo'l bilan sizlardan huquqinglarni tortib olmoqchi deydi" dedi. Heylanglarning hammasini jamlanglar. Ya'ni bütün çağır tedbirlaringlarni bir nuqtaga yig'ib, bir yoqidan bosh chiqaringlar. Ondan qarag'uvchilarga hayvatlik ko'rinish uchun maydonga saf tortib kelinglar. Ya'ni hammanglar bir saf bo'lib yig'ilinglar. Musa va Harun ustidan g'alaba qilish, ularning ko'zlarini bog'lash uchun qo'linglardagi narsalarni bir vaqtda tashlanglar.
Bugün üstünlük kazangan adam rastla maqsadga erishidi. Ya'ni biz üstünlükka erishsak, Fir'aun bizga mol-mulk berishni va'da qildi. Ammo Musa bilan Harun üstünlükka erishib qolsa, ular podshohlikka erishidi. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Taha surasidan 64. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.